Bilginimizdek musulmonlar öz medeni miraslarını ve tarihteki ilim fenning asoschilarining ko'pinchisining musulmonlar ekanligini unutishga qarab yuzlanganlikdan o'ziga bo'lgan ishonch tuvallab nurg'unlagan qimmatli shaxslarimiz unutilib qolyotdi. Jamiyatimizdagi yoshlar va yangi avlodlar bu musulmon shaxslarimizning ilim fanning taraqqiyotidagi asoslari va utuqlarini cho'nglaridan yoki kitoblardan topolmaganlikdan ilim fanning asosini g'arb ideyasidagi ziyolilarning yozib bergan kitoblaridagi Edison va Einsteindek kofir olimlarning barliqqa keltirganligini o'rganyapti. Amaliyotda tarix batlariga qaraydigan bo'lsak, dunyo ilm fan taraqqiyotining ko'pinchisining asosini bo'lsa, g'arbliklar bayqashdan necha yuz yil avval musulmonlar bayqab, nazariyalarini va shu ilmlarning ulini qurib qo'ygan. Biz bugun tunishib chiqmoqchi bo'lgan shaxs bo'lsa, dangliq musulmon olim, zamonaviy ximiya otisi Jabir ibn Hayyandir. Jabir ibn Hayyan miladiya 721-yili Irondagi Xorasonning Tuz shahrida ximiyachi va dorgar bir oilada dunyoga kelgan. U ham shu davrdagi butun islom olimlaridek islom ilmlari va fan bilimlarini birga o'qiydi. Islom dinining asosini egallab bo'lgandan keyin dadasining o'limi sababidan Tuz shahridan Kufa shahriga ko'chib boradi. U Kufa shahrida qadimki ximiyaning eng muhim vakillaridan biri bo'lgan himmatning manbasi deb atalgan Ja'far Sodiqda ximiyaga aloqador asosiy bilimlarni o'rganadi. U ayni vaqtda mashhur bo'lgan sehrgarlarning mumkin bo'lmaydigan ishlarni mumkin bo'lgandek ko'rsatishi, ya'ni alximiya ilmining ilm-fan emasligini isbotlaydi va uningdan boshqa tajriba, tahlil va matematika asosida ximiya ilmining bugungi zamonaviy ulini qurgan. Jabir ibn Hayyan yangilarini turib tajribaxonaga kirgan shogirdlarga mundaq deydi: ximiya ilmidagi birinchi muhim qoida amaliy qo'llanish va tajriba ishlashdir. Chunki amaliy yoki tajriba va yoki sinoq tadqiqoti bilan shug'ullanmaydigan odam bu ilmning eng tuan saviyasiga yetolmaydi deydi. Uningdan boshqa u tadqiqot natijalarini inchiklik va ehtiyotchanlik bilan sharhlaydi. Muhim bir qism ximiylik moddalarning tarkibini bekitadi va tushuntiradi. Ximiylik usulda ishlatishga bo'ladigan ba'zi usullarni o'ttirib qo'ydi. Sinoqda ishlatadigan qurollarning yasalishi va ishlatish usulini tafsiliy tushuntiradi. Jabir ibn Hayyan ximiya ilmiga aloqador xiristallashtirush, temitish, pishirish va parga aylanish qatorli ximiylik texnikalarni inchikka tunishtiradi. U yana gungurt, azot kislotasi, natriy karbonat va kaliy qatorliq nurg'un kislotalarni bayqaydi. Zaharlik moddalarning ximiylik qurilmasi ustida tekshirish elib berib, tunji bo'lib zaharlarning xo'jisi, zaharlarning otisi arsin to'pisini bayqaydi va o'tda ko'ymaydigan qog'oz yasab chiqadi. Uning buningdan boshqa biz so'zlamagan nurg'un bayqashlari va tajribalari bor. Jabir ibn Hayyan Alloh taolo oldi bilan o't, suv, tuproq, havodan iborat 4 moddani yaratdi. Ondan ulardan mineral, o'simlik, hayvon va insonlarning shakllanishi va ko'payishini iroda qildi deb ilohiy yaratilish ideyasini ilmiy shaklda tushuntirdi. Jabir ibn Hayyan bir qatimliq fizika darsida o'quvchilarga mundaq deydi: modda quyuq bir energiyadir. Yunon fizikchilarining moddaning bo'linib eng oxirida parchalag'ili bo'lmaydigan eng kichik bir parchada to'xtab qolganligi va moddaning eng kichik qismi bo'lsa atomdir. Narsalarning mushundaq sonsizlagan parchalardan, ya'ni atomlardan shakllanishi to'g'risidagi ko'z qarashlari xatodir. Amaliyotda atomni parchalanadi va buning natijasida g'oyat zo'r bir energiya hosil bo'ladi. Bu shundoq bir kuchdirki, Bag'doddek bir shaharni yo'q qilib o'talaydi. Bu Alloh taoloning qudratining bir alomatidir deydi. Biz izini besib mengishda ojiz qilayotgan musulmon ilm-fan olimlarining eng oldingi qatoridan hisoblanadigan Jabir ibn Hayyan, Niels Bohr, Einstein va John Dalton qatorli g'arblik tadqiqotchilardan 1000 yil ilgari atom bilan shug'ullangan. Bu to'g'risidagi ilmiy va fikriy nazariyalarni o'ttirib qo'ygan. Jabir ibn Hayyanning ta'siri hatto 17-asrga qadar davomlashgan bo'lib, mayli sharq yoki g'arb olimlari bo'lsin, hech kim ximiya ilmi sohasida u yetgan saviyaga yetolmagan. Ingliz filosofi Francis Bacon Jabir ibn Hayyan haqida mundaq deydi: Jabir ibn Hayyan tunji bo'lib ximiya ilmini dunyoga o'rgatgan, chunki u ximiya ilmining otasidir. Max Meyerhoff mundaq deydi: Yevropaning ximiya taraqqiyotini bevosita Jabir ibn Hayyanga qaytarishga bo'ladi. Chunki buning eng cho'ng dalili u kashf qilgan nurg'un atalg'ular hozir qadar Yevropaning har xil tillarida qo'llanilyapti. Jabir ibn Hayyan yana meditsina, astronomiya, logika, falsafa, fizika va mexanika qatorliq ilm-fan sohalarida tadqiqotlar olib berib, bularga munosabatlik asarlarni yozib qoldirgan. Astrolabiya, ya'ni qadimki astronomiyalik o'lchash asbobi haqida yozgan asarlarni ko'rgan olimlar bu asarning 1000 bobdan tarkib topganligi
zorluqi va buning kishilarni nihoyat hayron qoldirganligini aytishadi. Gerçi o ximiyadan boshqa 400 dan ortiq dorgarlik, metallurgiya, astronomiya, falsafa va fizika qatorliq nurg'un sohalarda asar yozib qoldirgan bo'lsa-mu, ammo uning 20 dak asari saqlanib qolgan. U yozgan asarlar bo'yicha islom madrasalarida o'qitilganlikdan Andalus musulmonlarining vositasi bilan Yevropagacha tarqalgan. Uning 12-asrdagi asarlaridan latin tiliga tarjima qilingan Kitabul Kimyo nomli asari alximiya va ximiylik so'zlarining kelib chiqish manbasiga aylangan. Bu sababdan Jabir ibn Hayyan zamonaviy ximiyaning qurg'uvchisi deb qaraladi. Musulmonlarning faxri g'arbliklar ilmidan hayron qilib hurmat bildirgan, umrini izdinish va bayqash bilan o'tkazgan bu buyuk musulmon olim Jabir ibn Hayyan milodiya 815-yili Iroqning Kufa shahrida 94 yoshida vafot bo'ldi.